Bugun sizlar bilan judayam yumshoq bo'lgan bulchka tayyorlaymiz. Buning uchun bizga illoqdan issiqroq suvga, yarim piyola suvga 3 choy qoshiq dro'j va 1 choy qoshiq shakar solib aralashtiramiz. Yaxshilab qamochiq bo'lib qolmasligi kerak. Keyin chetga 10 minutga olib qo'yamiz. Illoqdan issiqroq sutga nimani qanchadan solganimni pastda opisaniyada yozib qoldiraman. Tuxum, shakar, margarin va oxirida apparan solib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta massa bo'lguncha. Bitta massa bo'lgandan keyin sekin-sekin un qo'shishni boshlaymiz. Unni ko'p qo'shish kerak emas, bo'lmasa xamirimiz oshmay qoladi. Qo'lga yopishmaydigan mayin xamir bo'lib chiqishi kerak. Ozginadan unni qo'shib, xamir holatiga keltiramiz. Xamir holatiga keltirganimizdan keyin o'simlik yog'idan ozgina qo'shib, yaxshilab mushtlab olamiz. Yaxshilab mushtlab olgandan keyin ustini strech bilan yaxshilab o'rab yoki biror narsa bilan yopib qo'yib, paket kiydirib qo'yib yoki ustini yopib qo'yib, issiqroq joyga yarim soatga olib qo'yamiz. Orada 15 minutdan keyin уже ko'tarilgan bo'ladi. Ko'tarilganini bir marta qo'l bilan uqalab olib, yana ustini yopib, yana 15 minutga olib qo'yamiz. Ishib chiqqan xamirimizni yaxshilab zuvalachalarga bo'lib olib, ichiga xohlagan nachinkani solib tugvasa bo'ladi. Men buning uchun gushonka ishlatdim. O'rab, videoda ko'rsatilgandek tugvalamiz. Yaxshilab bosib chiqishimiz kerak, bo'lmasa duxovkada ochilib ketadi. Yaxshilab bosib chiqib chetga olib qo'yamiz. Boshqalarini tuggunimizcha bulari yana ko'tarilib oshib turadi. Chiroyli qilib tugvagandan keyin listimizga terib olib, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20-25 minutda pishib chiqadi. Yaxshilab ichiga xohlasanglar olma, olcha, vareniya, shokoladni pasta, har xil o'zingizlar tabga ko'ra narsa ishlatib solsa bo'ladi. Bolajonlarga ham ertalab maktabga solib bersa bo'ladi. Yumshoqqina bo'lib chiqadi. 20-25 minutda pishib chiqadi. Ustiga tuxum sarig'ini surish esdan chiqmasin. Juda ham yumshoq va mayin bo'ladi. Videoda ham ko'rinib turibdi, yumshoqqina bo'lib chiqqani. Yoqimli ishtaha.